Mushtumdan Ozod Sharofuddinovman. Bundan 4 oy avval Andijon viloyati Shahrixon tumanida mast holatda bo'lgan ichki ishlar xodimi ikkita fuqaroni urib ketgandi mashinasida. Qanday chora ko'rildi va u o'sha ishi qaysi etapda turibdi? 2025-9 noyabr kuni Andijon viloyati Shahrixon tumanida sodir bo'lgan, ya'ni Nexia avtomobil haydovchisi Azam Sotivoldiyev, profilaktika inspektori, katta inspektori yo'lda boshqaruvga ketayotgan skuter mototransporti bilan yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Natijada skuter haydovchisi va yo'lovchisi jarohat olib больницаga yotqizilgan. Bu bo'yicha 266-modda 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, 8-aprel 2026-yil Azam Sotivoldiyev nisbatan hukm o'qilgan, 2 yil qamoq jazosi tayinlangan. Apreldan 12 ballik tizimlar ishga tushdi. Hozir bu shahar ko'chalarida ishlab turibdi. Bu 12 ballik tizim ishga tushishdan avval bu jamoatchilik muhokamasiga qo'yilganmidi? Agar qo'yilgan bo'lsa, so'rovnoma tarzida yoki biror bir ya'ni haydovchilar fikri o'rganilganmidi? Biz topolmadik shu narsani. Shu aynan jamoatchilik so'rovnomasiga qo'yilganmidi? Marhamat. Javob bersin. 12 ballik tizim bu 2025-yildagi 10-33 O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan tartibga solingan. Qonundan keyin 6-may kuni 2025-yil 296-son Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilindi. Qaror bilan aynan qaysi qoidabuzarliklarga necha balldan ball yozilishi yuzasidan aniq tartib belgilandi. Birinchi bosqichda o'tgan yil 1-iyundan yo'l-patrul xizmat xodimlari tomonidan rasmiylashtirilgan bayonnomalar asosida Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 12 ta moddasiga muvofiq, ya'ni qo'pol turdagi qoidabuzarliklar uchun jarima ballari agar hisoblanadigan belgilangan bo'lsa, joriy 1-aprel kunidan boshlab qurilmalar, ya'ni qoidabuzarliklarni onlayn aniqlaydigan texnika vositalari tomonidan aniqlangan qo'pol qoidabuzarliklar uchun ham jarima ballarini hisoblash tartibi yo'lga qo'yildi. Bu albatta qonun qabul qilinishi oldidan jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladi. Bu qonun chiqaruvchi idoralar tomonidan amalga oshiriladi bu jarayonlar. Qolaversa, yana bitta narsani aytishim mumkinki, jarima ballari hisoblash tartibi joriy etilgandan keyin o'tgan yil 1-iyundan 31-dekabrga qadar oladigan bo'lsak, haydovchi aybi bilan sodir etilgan avtohalokatlar 34% ga kamaydi. Tushunyapsizmi? Bu qanaqa yaxshi natija. Haydovchi kamroq qoidabuzarlik sodir etdi degan. Haydovchini aybi bilan avariya kamaydi. Holbuki transport o'tgan mana 2 yildan beri transportlar soni hozir 5 milliondan ziyod. Yo'llar yo'q o'sha, transport o'sha, odamlar ko'payib ketyapti, transportlar ko'payib ketyapti. Lekin mana shunday jarayonda ham qat'iyat bilan qabul qilingan yangi tartiblar, qonunlar, qarorlar asosida va jazo muqarrarligi ta'minlanayotganligi uchun ham bu yo'l transport hodisalarining o'tgan yilda biz kamayishiga erisha oldik. Ya'ni bittagina misol sizga aytaman. Jarima ballari ishga tushirilgandan keyin 34% ga kamaydi. Haydovchi aybi bilan sodir etilgan avtohalokatlar. Va prognozlar bo'yicha hozir mana qurilmalar tomonidan ham jarima ball yozish tartibi yo'lga qo'yildimi? Bundan buyog'iga prognozlarimiz bor. Avtohalokatlar, o'lim bilan bog'liq holatlar, ayniqsa bolalar o'limini kamaytirish yuzasidan rejalarimiz bor. Mana shu rejalar, mana shu prognozlardan kelib chiqib ayta olamanki, jazo muqarrarligi ta'minlanyapti. Bu faqat fuqarolarimizni yo'ldagi xavfsizligini ta'minlash uchun ekanligini hamma odam, xususan jurnalist blogerlarimiz ham tushunishi kerak. Siz aytdingiz, so'rovnoma tarzida yoki o'sha jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgandi. U biror bir ommaviy axborot vositasida e'lon qilindimi yoki biror bir joyda chiqdimi shu narsa? To'qolmadimi shu? Endi qabul qilinadigan qonunlarimizni, qarorlarni jamoatchilik muhokamasiga qo'yish bo'yicha tartib belgilangan. Qaysi tartib bo'yicha barcha qarorlar, qonunlar muhokama qo'yilayotganimiz bu ushbu tartibga muvofiq amalga oshirilyapti. Xususan jarima ballari mavzusi bu bilasiz 2025-yildan beri doimiy e'tibor markazida, doimiy ommaviy axborot vositalarida muhokama qilinadi. Qonunlar barchasi Adliya vazirligi tomonidan sayti bor. Project.uz degan sayt bor. O'sha yerda qonunlarning barchasi qabul qilinishidan oldin jamoatchilik fikrini bilish uchun qo'yiladi. Siz Adliya vazirligiga murojaat qilishingiz va bugungi shu saytdan ma'lumotlarni olishingiz mumkin.